قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Barliq hamd sanalar alemlerinin perverdigarı Allah Teala'ga hastır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq ma'min Müslüman qarindoshlarga Allah'ın salamı ve berekatı bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugünkü dersimiz qiyin turmushning fazilati. Shunun bilan birgalikda nafsi xohishiga agashmaslikning fazilati haqida bo'ladi azizlar. Bu dunyoda kelgan insonlarning hammasi nihoyatimi yaxshi, nihoyatimi chiroyli, nihoyatimi go'zal bir hayotda yashashni orzu qiladi va shunun bilan birgalikda hech kim yomon va nihoyatimi qiyin hayotda yashashni xohlamaydi. Ammo mana bu maishatga berilib, nihoyatimi chiroyli, güzel hayotda yashagan ko'plagan insonlar mana shu maishat tufayli Allah Teala'dan g'aflatda qoladi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizning dinimiz ham shuni yaxshi bilasizlarki, dinimiz o'ttira hal din. Hamma narsaning o'ttira hal, nihoyatda normal bo'lishini yaxshi ko'radigan, haddidan ham oshirib etmaydigan va nihoyatimi kamlatib etmaydigan o'ttira hallikni talab qiladi. Shuni yaxshi bilasizlar. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu hayotningki qiyinchiliklariga chidayolmasdan Alloh taologa nola qiladigan, Alloh taologa nonko'rlik qiladigan insonlardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Bularning hammasi imtihon dunyosidir. Alloh hammamizni imtihon uchun mana bu dunyoga uvatgan. Shuning uchun ba'zi birlarimiz yaxshi hayotda yashashimiz mumkin, ba'zi birlarimiz nihoyatimi qiyin hayotda yashashimiz mumkin. Har qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar inson Alloh taologa shukr qilishi va mana bu yashayotgan hayotidan hargizmi nolimasligi, afsus nadomat chekmasligi va shikoyat qilmasligi lozim ekan aziz qarindoshlar. Allah Teala Meryem suresinin 59 ve 60. ayetinde mundak deydi. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا deydi. Ular ketgenden keyin ularning o'rnini baskan o'rin basarlar dedi. Namozni tark etdi dedi. Nafsi xohishlariga ergashdi dedi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi dedi. Tavba qilgan, iman etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasnodir dedi. Ana shular jannatga kirdi. Ularning amallarining savobidan hech narsa
kemeytilmeydi dedi. Yani bu ayetning oldidagi ayetga nazar tashlaydigan bo'lsak, u ayetlarda Alloh taolo payg'ambarlarni va solih kishilarning qissasini bayon qilgan. Payg'ambarlarga berilgan martabaning va payg'ambarlarga erishgan solih bandalarga berilgan martabaning naqadar yaxshi ekanligini, Alloh taolaning amr farmonini ijro qilgan, buyruqlarga itoat qilgan, payg'ambarlarga ergashgan insonlarning dunyo va oxirat baxt saodatiga erishadiganligi, oxiratda bo'lsa ularga ostidan daryolar oqib turadigan jannatlar ikrom qilinadiganligi bayon qilingandir. Ammo ana shu zotlar, solih bandalar, payg'ambarlar va muttaqi insonlar mana bu hayoti dunyoda o'tib ketgandan keyin ularning orqasidan ergashib keladigan insonlarning ba'zi birlari namozlarni tark etdi dedim. Namozlarni qo'ldan berib qo'ydi deydi. Vattaba'ush shahavat, havoyi havaslariga ergashdi dedim. Fasawfa yalqawna gayya, havoyi havaslarga ergashganligi uchun ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi dedi. Ana shu dunyoga berilganlikning jazosini tortadi dedi. Mana bu oyatning tafsirida mufassirlar aytadi ekanki, namozni tark etdi degandan murod payg'ambarlardan, solihlardan keyin kelgan kishilar namozni o'qimay tashlab etdi deganlik emas, balki ular namozlarini kechiktirib o'qidi, beparvolik qildi namozlariga, diqqat bilan qaramadi, o'z vaqtida ado etmadi deganlik bo'ladi dedi. Agar madamiki ular namozlarini tark etdi deydigan bo'lsak, namozlarini tark etgan kimsa kofirlikqa yuz tutgan, kufrlikqa yuz tutgan inson bo'ladi. Shuning uchun ular namozlarini tark etmadi, balki namozlarini o'z vaqtidan kechiktirib o'qidi deb bir qancha mufassirlar mana shu fikrni qilgan, bergan ekan. Shuning bilan birgalikda ana shularning orasidan illa man taba dedi. Kimki tavba qilgan bo'lsa, mana shu o'z vaqtida o'qimaydigan ishidan qaytib o'z vaqtida o'qiydigan bo'lsa namozlarini va amana, iymon keltirsa, haqiqiy chin dili bilan ishonib, e'tiqod qilib iymon keltiradigan bo'lsa, shuning bilan birgalikda va amila solihan, solih amallarni qilsa, bo'ldi men bundaq havoyi havasga beriladigan ishni qilmayman endi bo'ldi. Bundan keyin men taat ibodatlarimni o'z vaqtida qilaman. Alloh taolaga bo'lgan iymonimni yanada mustahkamlayman va solih amallarimni kundan kunga ziyoda qilaman deb mana bu yo'lga qaytadigan bo'lsa, ana shularga ular jannatga kiradi deydi. Fa ulaika yadkhulunal jannata. Mana shundaq taat ibodatlarni qilgan insonlar, mana bu yuqoridagi zikr qilingan insonlar jannatga kiradi deydi. Va la yuzlamuna shay'a dedi. Ular ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. Ularning qilgan amaliga yarasha mukofot beriladi, ularga hech qanday zulm qilinmaydi deydi aziz qarindoshlar. Mana shularning hammasi Alloh taolaga iymon keltirgan, chin dildan tavba qilgan, shuning bilan birgalikda solih amallarni qilgan insonlarni Alloh taolo oxiratda o'zining jannatiga kirgizadi ekan. Ularning mana bu hayoti dunyoda qilgan ishlarining savobidan hech qanday bir narsa, zarrachilik bir narsa kamaytilmasdan ana shu qilgan taat ibodatiga to'liq mukofot berilganligi Alloh taolo bayon qildi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolamning hadisiga qaraydigan bo'lsak, Aysha radhiyallohu anha mundaq dedi: "Ma shabi'a alu Muhammadin sallallohu alayhi va sallam
min khubzin sha'irin yawmayni mutatabi'ayni hatta qubida muttafaqun alayh dedi. Ayşe radıyallahu anha mundaq deydi aziz qarindoshlar. Muhammad alayhisalomning oilasidagilar hatta payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgunga qadar uda 2 kun arqa arpa niniga to'yib baqqan emas deydi. Muhammad aleyhisselam'ın ailesidekiler yani tavabatları, aile azaları 2 gün arpa ununu toyup yep bakkan insanlı emas dedi. Yani ular Peygamber aleyhisselam'ın ailesi buluşuğa karamasdan Peygamber aleyhisselam eğer mal dünya yığıdığan bolsa aziz qarindoshlar Peygamber aleyhisselam'a teng keladigan inson bo'lmas edi. Peygamber aleyhisselam'ın mal dünyası nahayet mi köp idi. Xaligan derecede mal dünyası qo'lida bar edi. Ama şu mal dünyasını özüge rava görmedi aziz qarindoshlar. Qo'lidagi mal dünyanın hammasini ana şu kech kirmasdan burun ana şu kambag'allarga, miskinlarga, muhtojlarga taqdim etdi aziz qarindoshlar. Ma nonni atiganlikka ye deb bir-birdan nonni bugun saqlagan banda emas aziz qarindoshlar Peygamber aleyhisselam. Ma pulni atiganlikka xashlay, ma dirhamni atiganlikka ishlatay deb uyda dirham saqlagan emas aziz qarindoshlar. Ana şu dirhamni şu kunning o'zida miskinlarga, yetim yesirlarga, muhtojlarga, hojatmanlarga taqdim etdi. Atini Allah'a tevekkül qilib yaşagan aziz qarindoshlar. Shuning uchun bugun apı onu da buğday yedik. Atisi ham yani şu buğdayni yegan insonlar emasmiz deydi Ayşe radıyallahu anha. Mana shundaq hayotda yaşagan. Yo'q emasmidi bati. Amma boshqalarni o'zining nafsidan üstün ko'rdi aziz qarindoshlar. O'zining barlig'ini Alloh taologa bag'ishlagan aziz qarindoshlar. Ümmeti için bağışlagan, keçesi bilen ümmetim deb yığılab çıkan, taat ibadet kılıp çıkan zat idi Peygamber aleyhisselam. O zatqa o'xshagan insan dünyaya kep bakkanı yok. Şunun için hem Peygamber aleyhisselam, şunun için hem Allah Teala aytadikan ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin dedi. Sizni biz mana bu dünyaya fakat ve fakat rahmet kılıp evettik ey peygamber dedi. Rahmet kılıp evetilgen peygamber mana shundaq taat ibadet bilen japa muşakkat bilen ümmetinin gam kaygısı da mana bu dünyadan ötüp gitti aziz qarindoshlar. Abu Said Makburi'den rivayet kılınıdı. Abu Hurayra radıyallahu anhu küllerinin biride bir yerden ötüp getivatkan edi. O yerde toplanıp kebap pişirivatkan kişiler Abu Hurayra radıyallahu anhu'nu çakırdı mana bu dostxonga. Keling biz bilan billa tamak yeng, biz bilan billa mana bu nimani tamakni baqamta ko'raylik dedi. Shunda Abu Hurayra ana shu dostxonga kelishdan bosh tortdi, yo'q dedi. Va aytdikanki, xaraja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minad dunya va lam yashba' min khubz sha'irin dedi. Peygamber aleyhisselam dünyadan arpa ninaga to'ymay o'tib ketdi. Şunun için ben sizler bilen mana bu dostxonda birga oturup kebap yesem bu bana doğru kelmeydi dedi. Abu Hurayra radıyallahu anhu bilimiz sahabelerinin içinde en köp hadisini rivayet kılgan en muttaqi sahabelerden biri. Kecha gündüz Peygamber aleyhisselamның huzurida hazır nazır bo'lgan Peygamber aleyhisselam nimani qilgan bo'lsa shuni qilgan. Peygamber aleyhisselam qaytargan işlerden bütün vücudu bilen qaytgan en ulug' sahabelerden biri. Şunun için bana bu sahabe
ana shundoq kavob pishirilgan joyga taklif qilinsa ham, chunki payg'ambar alayhissalom dunyoda arpa niniga to'ymasdan o'tib ketgan edi. Men buni yesam menga to'g'ri kelmaydi deb ana shularga rahmatini aytib so'rindan ketib qoldi aziz qarindoshlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana bir hadisni rivoyat qildi. Kunlarning birida payg'ambar alayhisalom uydan chiqib ketdi. Chiqib tashqariga qarasa, ko'chada Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhuni uchratdi. Shunda payg'ambar alayhisalom ulardan so'radi ekanki, ma akhrajakuma min buyutikuma hazihi sa'ata. Mana bu vaqtning o'zida sizlarni uyinglardan nima chiqardi? Uyinglardan chiqishinglarga nima sabab bo'ldi deb Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhudan so'radi. Shunda ular aytdikanki, al-ju' ya Rasululloh dedi. Ochliq bizni uyimizdan chiqishimizga majbur qildi ya Rasululloh dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdiganki, va ana dedi. Men ham ochliq tufayli uyimdan chiqdim dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom ham qasam ichib aytdikanki, vallazi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma. Sizlarni uyinglardan haydab chiqargan narsa meni ham uyimdan haydab chiqardi dedi. Alloh bilan qasam qilib aytamanki, sizlarni uyinglardan chiqarishga sabab bo'lgan narsa menga ham sabab bo'ldi dedi. Quma dedi. Turinglar, qopanglar dedi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turdi-da, payg'ambar alayhisalom ular bilan birgalikda fa'ata rajulan minal ansar, ansarlardan bo'lgan bir kishining uyiga boshlab keldi ularni. Fa iza huwa laysa fi baytihi. Uyiga kelganda u uyda u kishi, u ansar uyda yo'q ekan. U ansarning ismi Abul Haysam ibn Tayhan radhiyallohu anhu degan kishi. Mana bu sahaba payg'ambar alayhisalom Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhuni boshlab mana bu ansarlardan bo'lgan bir kishining uyiga ilib kelganlarida uyda u kishi yo'q bo'lib qoldi. Ammo ayoli bo'lsa, ya Rasululloh, xush kelibsiz, bizni xursand qildingiz. Sizni ko'rib nihoyatda xursand bo'ldim, mamnun bo'ldim deb uyiga boshlayman deb turgan vaqtning o'zida mana bu Abul Haysam ibn Tayhan radhiyallohu anhu ham yetib kelib qoldi. Payg'ambar alayhisalom bilan Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuni ko'rib nihoyatda xursand bo'lib aytdikanki, alhamdulillah dedi. Sizdek bir mehmonni mening uyimga yetkizgan Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin dedi. Ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni fantalaqa faja'ahum bi'izqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Bugungi kunning ichida mendek eng ulug', eng baxtli inson yo'q. Sizga o'xshagan bir insonni mehmon qilish sharafiga muyassar bo'lgan yana bir baxtli inson bo'lmasa kerak dedi. Shunda darhol payg'ambar alayhisalom bilan Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuning huzuriga bir xurmo shexini olib keldi. Mana bu shexti bo'lsa, qurib qolgan xoma ham bor edi, pishqan xoma ham bor edi, to'ng xoma ham bor edi. Mana bularningki oldiga mana bu nimani darhol qo'ydi. Shuning bilan bu kishi sahoba qo'liga pichoqni olib darhol qo'ydan bizni so'yaman deganda payg'ambar alayhisalom aytdikanki, iyyaka val halub dedi.
asla sog'liq qo'yni so'ymag'in dedim. Shuning bilan darhol bu kishi qo'chqardan birini so'ydi. So'yib darhol mana buning go'shini pishirdi-da payg'ambar alayhisalomningki huzuriga hozir nazir qildi bir pasning o'zida. Shuning bilan mana bu yerda payg'ambar alayhisalom ham Abu Bakr radhiyallohu anhu ham Umar radhiyallohu anhu ham qo'saqlarini to'yg'azdilar va ana shu dasturxondan ichimliklarini ichdilar va tomoqlarini yedilar. Shu bilan yeb bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumaga xitob qilib aytdikanki, "Vallazi nafsi biyadihi" Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, "La tus'alunna an hazan na'im yawmal qiyamah" Mana bu dasturxondagi nozi ne'matlardan qiyomat kunida savol so'roq qilinsizlar dedi. Akhrajakum min buyutikum al-ju' Uyinglardan sizlarni faqat mana bu ochliq chiqargan edi. Summa lam tarji'u hatta asabakum hazan na'im Keyin uyinglarga och hol, mana bu och holatda qaytmadinglar, balki qo'sqinlarni to'yg'izib qaytdinglar. Mana bu ne'matlardan so'ralsizlar dedim. Qaranglar aziz qarindoshlar. Bir qitim qo'sqi to'yib yegan ne'matdan savol so'roq qilinsizlar da'vatida payg'ambar alayhisalom. Ammo bu yerda dasturxonda faqat xurmaning o'zi yo'q edi. Turli tamoqlarning bo'lganligi uchun, ya'ni bir dasturxonning o'zida bir qancha xil tamoqlar bo'lganligi uchun inson aslida bir xil tamoqni yesa kifoya qiladiganligi bo'p turug'liq, bu yerda bir necha xil tamoqlardan yeganligi uchun mana bu taomlardan savol so'roq qilinsizlar da'vatida aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimizda biz bir dasturxonning o'zida necha xil tamoqlarni yeymiz. Ammo biz buning hisobini qandoq berishimiz mumkin aziz qarindoshlar? Bu haqda ham azroq o'ylab qo'yishimizga to'g'ri keladi. Balki bir xil tamoqni o'zimiz yeb, ikkinchi bir xilini qo'shnimizning holidan xabar olganimizda yoki bo'lmasa boshqa bir och qolganlarning holidan, yetim yesirlarning, kambag'allarning, hojatmanlarning holidan xabar olganimizda bu bizning oxiratligimiz uchun foydali bo'lmasmidi acaba aziz qarindoshlar? Allah hammamizga insof, hidoyat va mustahkam iymon ato qilsin aziz qarindoshlar. Sa'd ibn Abul Waqqas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Inni la'awwalul arab rama bi sahmin fi sabilillah." Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu mundaq deydi aziz qarindoshlar: "Men Allah yo'lida o'q atgan arablarning tunjisi men bo'laman" dedi. Birinchi bo'lib o'q atgan, ana shu yochoq o'qini atgan inson Sa'd ibn Abul Waqqas radhiyallohu anhu. Mana bu sahoba aytadi: "Men Allah yo'lida bismillah, Allohu akbar deb Allah yo'lida o'q atgan arablarning tunjisi men bo'laman" dedi. "Walaqad kunna nagzu ma'a Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ma lana ta'amun illa waraqul hublati wa hadha as-samaru hatta in kada ahaduna la yada'u kama tada'u ash-shatu ma lahu khaltun" dedi. Tunjisi men bo'laman, o'q atganlarning tunjisi men bo'laman. Biz payg'ambar alayhisalom bilan urushlarga chiqqanda taomlarimiz yo'q edi. Urushga chiqqan bular, ammo yeyish ichishga hech narsasi yo'q edi. Payg'ambarimiz yeydiganimiz faqat jangaldagi tikanlik daraxtlarning mevalari va yo'pirmoqlari edi dedi. Biz mana shu sahroda
tikanlik daraxtlarning mevasini va shuning yo'pirmoqlarini yeyishga majbur edik. Uningdan keyin buni yeganimizdan keyin bizning ichlarimiz qetib, tahoratimiz ham boshqacha kelatdi dedi. Nihoyatda bir darajada. Mana shundoq hayotda yashab ham ular hayoti dunyoda o'lib qolmagan ekan aziz qarindoshlar. Hayoti dunyoda eng sharaflik insonlardan biri bo'lib, ularningki o'tib ketganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa ham insonlarning tillarida daston bo'lib, yaxshilarning mash'ali bo'lib, kundan kunga ular haqqiga her kuni milyonlagan mu'min musulmonlar ağzıda dualarida tushirmaydigan ana shunday insonlarga aylandi. Ular nihoyatda och yalang'och yashadi, ammo sharaflik bir hayotni yashabdi. Ular mana bu nonni atiganligi ye, mana bu pulni atiganligi xashlay demagan ekan aziz qarindoshlar. O'zidan oshqanning hammasini boshqalarga ravo ko'rgan ekan. Shuning uchun ular kundan kunga tillarda daston bo'lib kelmoqda. Har kuni ularning haqqiga duo qilyapmiz. Payg'ambar alayhisolamga, oila a'zolariga, sahobalarga deb ularning haqqiga duoda har kuni milyonlagan insonlar duoda og'zidan tushirmay kelyapti. Biz ham ana shundoq insonlardan bo'lishimizga qo'limizdan kelgancha harakat qilaylik aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom duosida mundaq deb duo qilgan ekan: Allohumma ij'al rizqa ala Muhammadin qutan. Ey Allohim, Muhammadning oilasining yeydigan tamaqini, normal yeydigan kundalik tamaqiga o'zing rizq ato qilgan, kundalik yeydiganni o'zing ato qilgan deb payg'ambar alayhisalom duo qilgan ekan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomning oilasidagilar haftalar, kunlar och qolatdi. Och qolishiga qaramasdan ular hayoti dunyoda o'lib qolmagan ekan, ajali yetganda o'lib ketgan ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz ham qo'limizdan kelgancha mana bu payg'ambar alayhisalom qandoq yashagan bo'lsa, shundoq yashashga harakat qilaylik. Payg'ambar alayhisalom eng sog'liqli, salomatlik yashash yo'llarini o'rgatgan. Payg'ambar alayhisalomning har bir so'zini hozirgi vaqtning o'zida mana bu tadqiq qiladiganlar tadqiq qilib, har birining inson hayoti uchun haqiqatan foydali ekanligini, payg'ambar alayhisalomning hadislarida, ta'limotlarda birorta bir xatar narsaning, noto'g'ri narsaning yo'q ekanligini tadqiq qilib kelmoqda. Chunki payg'ambar alayhisalom o'ziman payg'ambar devolmagan aziz qarindoshlar. Mana bu olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh taolo insonlarning orasidan tanlab payg'ambar qilib avatgan. Payg'ambar alayhisalomga ana shu ilmlarning hammasini Alloh olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh taolo o'rgatganligi uchun payg'ambar alayhisalomning so'zida hargizmi birorta bir xatolik degan narsa yo'q. Chunki Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim la yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Payg'ambar alayhisalom nimaki degan bo'lsa, u vahiydan iborat. O'zining havoya havasi bilan gap qilmaydi. Nimaki degan bo'lsa, u degan aytgan so'zlarning hammasi vahiydan iboratdir degan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz payg'ambar alayhisalomga agishadigan bo'lsak, hargizmi xatolashmaydi ekanmiz. Dunyo va oxirat baxt saodatiga erishadi ekanmiz. Alloh taolo hammamizni mana shundoq payg'ambar alayhisalomning izidan mangadigan, sahobalarning izidan mangadigan, haqiqiy islomning ko'rsatmasiga amal qiladigan solih, mu'min, muttaqi bandalardan qilishini Alloh taolodan o'tinib so'raymiz. Alloh hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin.
Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعرا